Rossiyaga yangi kelganlar propiskaga qo'ydirayotgan paytlaring judayam ehtiyot bo'linglar. Moshenniklar judayam ko'p. Sizlarni propiskaga qo'yib, vaqtinchalik 2-3 kunga qo'yib turib, 2-3 kundan keyin sraz chiqarib tashlaydi. Sizlar patent to'lagani kelsalaring, qaraysizlarki, baza danida yo'q propiskalaring sizlarni yana grinsiga chiqib kelishga majbur qiladi. Eng yomoni shuni o'zbek tojiklar o'zimizni hamyurtlar qilishyapti. Aldamaydi, ko'zingga baxrayib qarab turib, pulingni olib turib chiqarib tashlaydi. Ehtiyot bo'linglar. Kim yangi kelgan bo'lsa Rossiyaga shu videoni jo'natib qo'ying, lekin MVDga borsalaring, MVD sizlarni granitsaga jo'natadi. Patentlaringni to'la olmaysizlar umuman. Shunaqa xudodan qo'rqmaydigan odamlar judayam ko'payib ketyapti. Ayniqsa Rossiyada judayam ehtiyot bo'linglar. Propiskaga qo'yishdan oldin albatta surishtirib, tanishlaringdan, yaqin do'stlaringdan surishtirib, haqiqatan shunaqa holatlar bo'lmagan bo'lsa, chiqarib tashlamagan bo'lsa, shunda qo'ydiringlar, chunki granitsani holatini ko'rib turibsizlar. Ayniqsa tojik fuqarolariga vobshe juda ham qiyin bo'lib qoldi. 3 kun, 4 kunlab, bir haftalab qolib ketishyapti. Dash bolalari bilan, yosh bolachalar bilan, yangi tug'ilgan bolachalar bilanmi farqi yo'q, ularga o'tkazishmaydi. Bu yerda pul degan joyda odamlar hamma narsasini sotib yuryapti. Shunaqalar ko'payib ketdi judayam. U sizni yerda Tojikiston, O'zbekistonda tanishingizmi, qo'shningizmi, bu yoqqa kelganda o'sha boshqacha отношение bo'ladi. Sizga nisbatan kidat ham qilib yuboradi, ustingizdan pul ham yeb yuboradi, посредникlik ham qilib yuboradi. Farqi yo'q. Pul bo'lsa bo'ldi. Самое главное pul bo'lib qolgan bo'ladi.